Agar sizda gipertoniya yoki qandli diabet bo'lsa, ushbu videoni albatta ko'rishingiz shart. Bilamizki, gipertoniya va qandli diabetda nishon a'zolarning zararlanishi eng ko'p uchraydi. Bular yurak, miya, ko'z va buyrak hisoblanadi. Endi esa qisqacha ko'rib chiqamiz. Yurak tomonidan qanday muammolar kelib chiqadi? Birinchi o'rinda yurak yetishmovchiligi. Ikkinchi o'rinda stenokardiya va miokard infarkti. Uchinchi o'rinda periferik qon tomirlar kasalliklari. To'rtinchi o'rinda aorta qon tomir kasalligi, hatto aorta disseksiyasi, ya'ni aorta devorining yorilishi, hatto aorta anevrizmasi ham kelib chiqishi mumkin. Xo'p, nevrologik muammolardan tranzitor ishemik ataka, ya'ni bu insult oldi holat hisoblanadi. O'tkir ishemiya bu ishemik insultga, hatto miyadagi qon tomirlar yorilishi, gemorragik insultga ham olib kelishi mumkin. Buyrak kasalliklaridan buyraklarni shikastlanishi natijasida o'tkir buyrak yetishmovchiligi yoki surunkali buyrak kasalligi, ya'ni surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Ko'z muammolaridan, ya'ni retinopatiyalardan esa 4 bosqichda retinopatiya vujudga keladi va oxirgi bosqichda hatto ko'rlikka ham olib kelishi mumkin. Davolash taktikasida birinchi o'rinda hayot tarzini o'zgartirish yotadi, ya'ni tana vaznini normallashtirish, maxsus DASH dieta, ya'ni o'sha gipertoniyani xavfini kamaytirish uchun maxsus diyet ishlab chiqilgan, mashq qilish, natriy miqdorini, ya'ni iste'moldagi tuz miqdorini kamaytirish va alkogolni kamaytirish asosiy bu hayot tarzini o'zgartirish kriteriyalari hisoblanadi. Ushbu DASH diet bo'yicha men sizlarga bir haftalik ovqat ratsionini grafik ko'rinishda tuzib chiqdim. Ushbu ratsionni qo'lga kiritish uchun kommentariyada davleniya deb yozib qoldiring. Sog'lig'ingizni ehtiyot qiling va ushbu videoni qon bosimi tez-tez ko'tarilib turadigan tanishlaringizga va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.